Polization operatsiyasi bu hand xirurgiyasında, qo'l xirurgiyasında en qiziq operatsiyalardan biri hesab olunur. Politizatsiya operatsiyasi o'sha barmoqlarda nuqsonni bartaraf qilish uchun bajariladigan amaliyot hisoblanadi. U murakkab mikroxirurgik operatsiyalar qatoriga kiradi. O'zbekistonda xudo xohlasa ushbu amaliyot birinchi marta bajarilmoqda. Polization necə önemli operasiya sayılır? Çünkü bizde birinci barmaq xəttə rol oynayır. Əgər birinci barmaq olmasa, kəsəl ən adi gündəlik belə knopkasını yapalmaydı. Hazırki kəsəlimizdə gördüyümüz kimi birinci barmaq şunaqa bir vəziyyətdə. İkinci barmağı xudo xohlasa birinci barmaq yasayıb verəmiz. Ushbu kasallik tug'ma rivojlanish anomaliyasi hisoblanadi. Bolalarda tug'ilgan vaqtidayoq aniqlanadi. Nima uchun ikkinchi barmoq birinchi barmoq vazifasini bajarish uchun o'tkaziladi? Ushbu amaliyotda birinchi barmoqning asosi yo'qligi sababli ikkinchi barmoq birinchi barmoqqa o'tkaziladi. Ba'zi holatlarda post-travmatik amputatsiyalarda oyoqlardan ham barmoq olib ko'chirib o'tkazish amaliyotlari bo'ladi. Uni bundan farqi yoki bo'lmasa qachon ushbu operatsiya qilinadi deganda, qachonki tug'ma rivojlanish anomaliyasi bo'lsa va birinchi kaft suyagining asosi bo'lmagan vaqtlarda ikkinchi barmoq birinchi barmoqqa aylantiriladi. Assalomu alaykum barchaga. Men Begmas Rojiddin, anesteziologman. Hozir bemorimiz 15 oylik, 1 yosh 3 oylik. Bu bemorga yangi barmoq shakllantirish amaliyoti amalga oshirilmoqda. Ko'pchilik so'raydigan savollardan bittasi, bolalarga narkoz bersa bo'ladimi? Bu qanchalik xavfli? Bemorlarga agar rejali amaliyot rejalashtirilayotgan bo'lsa, narkoz bera olmaslikda bemorning yoshi aniqlanmaydi, balki bemorda bo'lgan mavjud kasalliklar, yondosh kasalliklar va operatsiyaning hajmiga qarab bemorga narkoz berish mumkin-mi, mumkin emasligi aniqlanadi. Rahmat. Etap tugadi. Bizda barmoqni ko'chirib o'tkazdirganimizdan keyin qon bilan ta'minlanishi bilan bog'liq muammo kuzatilishi mumkin. Shuni tekshirish maqsadida barmoq ko'chirib o'tkazdirib bo'lgandan keyin o'sha rezina jigutlar olinadi va barmoq qon bilan ta'minlanishi tekshiriladi. Hozirda barmoq qon bilan ta'minlanishi qoniqadi. Mana qizarib, chiroyli bo'lib turibdi. Operasyamız tükendi. Özbekistan'da birinci marta polization operasyası qildik. Xudo xohlasa bundan da katta muvaffaqiyatlarimiz bo'lsin. Rahmat.